G'azodagi urush tugadi. Sizlarning sabringiz uchun sizlarga salomatlik bo'lsin. Shahidlaringizga salomlar bo'lsin. Jarohat olganlaringizga salomlar bo'lsin. Qo'rqqan, yaqinlarini yo'qotgan va qochqinlikda yashayotganlar uchun salomlar bo'lsin. Sabrli onalarga salomlar bo'lsin. Dard chekkan otalarga salomlar bo'lsin. Ayollarga, yoshlarga va bolalarga salomlar bo'lsin. G'azodagi har bir qum zarrasiga salomlar bo'lsin. Ey Alloh, G'azo ahliga sabrning achchiqligidan so'ng taskin va tasalli shirinligini tottirgin. Ey Alloh, ularga jannat mevalaridan taom ber, payg'ambaringning hovuzidan sug'orgin. Ularga bu og'ir kunlarning dardini unuttiradigan quvonch ato et. Va qalblariga hayotni qayta uyg'otadigan baxt nasib et. في قلوبهم المكلومة اللهم آمين.